Assalomu alaykum, izzatullo baraka biz kanali obunachilari. Xudo xolasa mana navbatdagi bo'g'ozimiz obzorini boshladik. Bugungi sana 2026-yil 16-mart haftaning dushanba kuni. Manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Kalva qishlog'idan chiqyapti, o'zimizning xonadondan. Aka kelib ko'raveramiz desalaring, iloji bor buni ham. Zoti toza shved, oq quloq, oq tumshuq degani mana shu zot bo'ladi. Ikkinchi qoringa hali yosh, to'lkurak, endi chiqaryapti 3-4 da ham. Ikkinchi qornidagi. Bo'ylari 1.30. Oldi tomonidan o'lchangan. Yosh oilaga qornidagi bolasiga kelsak, 6 oydan o'tgan 6 oyga olaverasizlar. Mana orqa tomonlaridan ham ko'rsataman. Mana daglari ham. Yuvoshligi. Yeb itishlari hamma yo'g'i sinovdan o'tgan, sinovli mol. Eng qiziq joyi, puliga kelsak, puliga 30 million so'm kami bor. 30 million so'm kami bor. Telefon nomerlar qoldirganmiz, xotirjam aloqaga chiqarasiz. Telegram, emaillari ham bor. Izzatullo baraka kanaliga obuna bo'lamiz, like bosamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.